Hop, obyektimiz tayyor. Ledlar o'rnatildi. Resistor включательlar o'rnatildi. Kamera, televizor, inver o'rnatildi. Kameralar o'zi ham o'rnatildi. Tashqarida ham 4 ta kamera o'rnatilgan. Xo'p, biz hozir временное питание qo'yganman. Yoqib tekshirish uchun. Bir boshdan boshlaymiz, xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Xo'p. Birinchi xonamiz. Svetlarimiz yondi. Yonib ishlayapti. Ha, ikkinchi xonamiz svetlari yondi. Yonyapti. Uchinchi xonamiz bitta led yonmadi. Xo'p, bu xonada hamma led yondi. Keyingi xonamiz hammasi yondi. Hammasi yonib turibdi. O'chyapti, yonyapti. Tak, bu xonamiz yonmadi. Ko'rish kerak bo'ladi. Ha, bu xona yonmagan sababi avtomatlar, kichkina jitlarimiz bor. Mana. Yondi. Xo'p, bu xonada ham bitta tamitimiz bor. Mana bu xonamiz ham yondi. Xo'p. Bu yerda ichkarida bitta xona. Xo'p, hammasi yonyapti. Chek qo'yamiz. Xo'p, areshtorlarimiz ham biroz to'g'riroq o'tib, mana ishlayapti. Yondi. Xo'p. Endi hozir u tomonda yana 3 ta xona bor. O'shani tekshirib o'tamiz. Ha, aytgancha bu tomonimiz bor, koridorimiz bor. Xo'p, koridorimizda 3 ta, bu yerda bitta led yonmadi. Ha, buni to'g'rilaymiz. Buni aybi bor. Xo'p, yondi. Endi bu tomon. Nasıl yandı? Hop, endi to'g'ri xonaga o'tamiz. Hop, xonaga kiramiz. Svetimizni yoqamiz, yonadi. Hop, tashqari tomonida ledimiz bor. Yoqib ko'ramiz. Bu ham yonyapti mana. Chiqib qo'yamiz. Tak временное питание berilgani uchun hamma joyni yoqib qo'ymaymiz. Kabelga nagozga tushmasligi uchun bir qazor yoqib tekshirib ko'rsak bo'ldi. Xo'p, oxirgi xonamiz yondi. Faqat bitta xona yonmadi. Bitta xonada bitta led yonmadi. O'shani tekshirib, xudo xolasa yonadigan qilib qo'yamiz uni ham. Shundaylikcha qo'llab ketmaymiz albatta. Bu aybni nimaga ko'rsatyapman? Ayb bo'lsa o'sha narsani yoshirishim mumkin edi, lekin har doim borini boricha ko'rsatishga o'rganganman. Shunaqa qilib ko'rsatib boraverdim. Bu led обязательно to'g'rilanadi. Kamchilik qolmaydi, xudo xolasa. Xo'p. Kameramiz
bitta kamerasi bermayapti, mana ko'rishlari mumkin. Bu tomondagisi invertik. Hozir invert yoqqanimizdan keyin mana televizor уже yonib turibdi. Invertga pitaniya beramiz. Invertimiz yondi. Hop, shu o'rtada mana pitaniya beradi, signal beradi. Bitta kameramiz signal bermadi, uni tekshirib ko'ramiz, keyin uni ham ishlaydigan qilib qo'yamiz, xudo xohlasa. Kabellarini urmagan bo'lsa ustalarimiz. Xo'p, shu joygacha kuzatganlar uchun katta rahmat. Bizdan uzoqlashib ketmanglar. Kuzatib kelganlar katta rahmat. Poddoshka qilganlar sizlarga ham katta rahmat. Mana obyektimiz xudo xohlasa topshiryapmiz. Panellar uстановкалаrini qo'yib bordik. U ham shu videoni boshida bo'lgan. Solishli panel 20 kW va mana shu obyektimizni polni ishlari, kamera, elektrичество hammasini bitkazdik. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like va podpiskani ayamanglar. Rahmat.